Barchaga assalomu alaykum. Hammalaringni chin yurakdan yangi yil bayrami bilan tabriklayman akalar. Bugun 31-dekabr sanasida biz Qo'qon mashina bozorida, mana Qo'qon mashina bozori 31-dekabr sanasiga to'g'ri kelib qopti. Mana hammani omadi bor ekan. Endi sizlarga bitta yaxshi mashinani taklif qilaman. Ma'qul kelsa olib ketasizlar, bo'lmasa yo'q. Bu mashina dehqonchilik ekanda, qaranglar. Mashinani yillari 2021, lekin kuzupida 2022 yozilgan ekan. Mashinada zapaska balonlari hamma yo'g'i bor, lekin metan qo'yilgan, poliga yo'q aka, chexollari. Poligi bor, chexoli yo'q. Buni nimaga birinchi qo'yapman? Sababi bu mashina qiziqqanlar biladi o'zi. Bu mashina ataga 14 ming probeyda, mana holatlarini ko'ringlar. Mana aka. $6,100 buni. Akalar, $6,100 dehqon bermabdi, dehqonga mahallasidan. Endi bu mashinaga to'g'ri $6,100 24 ham beradi. Lekin buni bilganlar biladi-da, bu mashinalarni bilasizlar. Zavod chiqaradi, gap bo'lish mumkin emas. Shuna deyishlari mumkin. Mana zapaskalari ham o'zi ham balqilab otilib chiqyapti. Allo. Holatlari yaxshi turibdi mana. Dehqon mashinasi ekan. Alloh, holatlari. Emellari ham aka. Mana. Detallarini ko'rib baho bera olasizlar. O'zimga moqchi edim, otaxon ko'nmadi. Aka bilan kelishib berayin desam, uka 6,100 ga mahallada bermadim dedi. Endi yurgani ham qiziqda 14 ming probeyda. Lekin buni mashina ishqibozlari oladi akalar. Ma'qul kelsa bitta telefon qilasizlar dehqon akamizdan, qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olasizlar. Telefon nomer. Telefon nomerni aytib oling lekin. 97lik 031 031 0625. Aka qarang. Generallik qilib berasiz. 3 yillik generallik qilib bermasangiz bo'lmaydi. Chunki bu katta summa qilib berasiz. Yaxshi narxlarda qilib berasiz, xudo xolasa. Telefon qilib kelisha olasizlar akalar. Rextovka petno qirilgan joylari yo'q. Zapaskalar bor, metani bor. 2014-yil ishlab chiqarilgan 15% kraska bordi. Akamiz qaranglar. Oxiri 3300 deyapsa. Akalar 2013-yilning Damazin narxida ketadi. 2014 yurgan halol zapaskalari bor. Zavodskoy balonda turibdi. Oynalar qoraytirilgan, lakinkalar qo'yilgan, polik chexollar, barlari hamma yo'g'i bor. Aka, mo'z qanaqa? Aka, detallar radnoy ekan, xudo xolasa. O'zi yaqinda 2 oy oldin 4000 olyaptilar. Mana $3,300 ga 2014 olib qo'ydim. Ma'qul kelsa bitta olib ketasizlar. Kolonkalar zo'rg'a qo'yilgan, PNR kolonka qoplamalari bo'lgan. Aka, gen chiqadi. Telefon nomer 91lik 881 881 99 99 11. 11 raqamlariga aloqaga chiqib qolgan ma'lumotni olaversalar, orqasini ham bitta ko'rsatib beraman. Ortdan ko'rinishlari ko'ringlar, zavodskiy holatda turibdi, mana. Nimalari hamma yo'q joyida turibdi. Mana ko'ringlar holatlarini. Ma'qul kelganlar akalar olib ketaverasizlar. Bosing gazini. 2020-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi top-toza, 4 ta yumshoq baloni bor, 137 ming probeg, halol yurgan. Mo'z karabka motor joyida. Rextovka petnolari yo'q. Rextovkasi bor, mana. Ha, kichkina ekan, tangacha ekan, mayli. Gapirishgan arzimay ekan. Yana bitta ko'rsataychi o'shasini ham. Aka, zaynamagan mashina xudo xolasa. Yo'q, umuman zaynamagan. Arqalari ham toza mana. Gap yo'q. Mana. Mashinalarni ochib. Bo'ldi, aka, ko'rdim. Mashina ma'qul. Hozir yana ko'rsataman obunachilarga. Bo'ldi. Aka, qarang-da, buni qanchaga qilib berasiz buni oxir aka? Olovlari ham zo'r ekan lekin. Bu mashinani narxini bilamiz. Hozir polik chexollari, barlari hamma yo'q bo'lgan, mana. Ko'ryapsizlar, yurgani halol. 139 ming probeyda. Eng hadoviy mashina bozorlarida bilasizlar, 20-21 chiqqan mashina taksi qilinmagan ekan, sababi tangachalari joyida turibdi. Aka, necha qilib berasiz buni? Necha qilib berasiz obunachilarga? Qancha qilib berasiz? Bitta gapiringchi. 5,5 ming. 5,5 ming qilib berasiz. Gap yo'q. Akalar $5,500 qilib beraman deyapti. 139 ming yurgan dehqonchilikmi aka bu? Dehqonchilik. Mana Generallik qilib berasiz. generallik qilib beradi. Qayerda mashinasi? Qo'qondagi. Qo'qonboydagi. Obunachilarga shu 5,5 dan ham ozgina o'tib bering aka. Keyin bugun yangi yil beraman aka, yangi yil hurmatidan. Yangi yilda yangi mashinalar olishsin. Bugun tezkor ortib qanaqa mashina chiqarar ekan deb obunachilar kutishyapti-da aka. O'zi chiqmoqchi emasdim, obunachilar uchun chiqdim, to'g'risi. Bugun endi dam olish kerak-ku. Telefon nomer. Telefon nomer 97lik 031 0625. Raqamlariga aloqaga chiqib bu mashinani kamida 4 yil 5 yil xizmatlaringni qiladi. Akaga telefon qilib qolgan batafsil ma'lumotni olasizlar. Menimga ham pul yo'q. 2007-yil ishlab chiqarilgan, 2007 holatlari yaxshi, kraskasi necha foiz? 5% bor. Holatlari yaxshi.
Akamiz aytayapti, bugun sotib olishim kerak, yangilik qilaman deyapti. Yaxshi yurgan ekan mashina. Polik chexollari, kolonkalari. Ana. Kepalagi radnoy, sukular radnoy turibdi mana. Paragon radnoy ekan. Otini bitta ko'rsataychi. Opa. Mana zavodskiy turibdi bu ham. Bayam zavodskiy ekan. Malades, pollari yaxshi. Qayerdan to'g'ri ekan? Unaqa aka, unaqa qayerdan to'g'ri? Samenja radnoy bo'lyapti-ku. Rad aybini oqtaramagansan, topolmayapman. Kapalagi ham radnoy ekan. Qiziqib o'skarab kasdimi? Gap yo'q. Yo'q-e. Moz qarabgan motorlar joyida 2500 ga bermadingizmi? 2.5 ga bermadim. Qo'shilsa beraverasiz. Qanday qo'shilsa beraman? Generali chiqadi. Albatta. Gap yo'q. Akalar, akamizga telefon qilib qolgan ma'lumotni olasizlar. Telefon nomeri. 90lik 309 70 36 ga aloqaga chiqing. Raqamlariga telefon qilib tezroq, tezlikda mana ko'ringlar, moz qarabgan motor joyida. Bosinglar gazini. 2002-yil ishlab chiqarilgan mashinani 1800 dollarga beraman deyapti. Yana hisoblanishsa, balonlari tutdi, yumshoq baloni yangi holatda turibdi. Aka, yangiligiga obunachilarga nima deb qo'yasiz? Qutlug' bo'lsin yangi. Gap yo'q. 2002 1800 dollarga beraman deyapti. Balonlari yaxshi holatda turibdi. Aka, muz qanaqa? Muzlari yaxshimi aka? Gap yo'q. Muz qarabgan motorlar joyida. Balon yangi ekan. Balonlar. Ana shunaqa qilasizlarda. Mashina yaxshi. Ma'qul kelib turibdi mashina. Bu ochilmadimi? Ana kolonkalari, pioner kolonkalari. Yaxshi ekan mashina. Lazzetda mana yerda ketmoqchi. Gap yo'q. Gap yo'q. Qayerdan to'g'laysiz? Bunaqalarni, tozalari. Hachaqdi. 1800 dollarga moz qarabgan motor joyida, motorlarda rasxodlari yo'q. Telefon nomeri. 4lik. Nechilik? 94lik. 505 58 98. Raqamlariga telefon qilib qolgan ma'lumotni olasizlar. Akalar, xudo xolasa, biz xudo xolasa davom etyapmiz akalar. Like bilan podpiskani bosib gumillab tursalaring, xudo xolasa yaxshi videolardan chiqaraveramiz akalar. 2024-yil ishlab chiqarilgan ataga 32 ming probeyda saka diskalari 4 ta yumshoq baloni bor. Aka 7200 deydi, oxirini aytingsam, oxiri 6800 dollar bo'lsa hisobi chiqar ekan. Ma'qul kelsa olib ketinglar. Holatlari yaxshi turibdi. Metani bor aka? Propandami? Gap yo'q, propanda ekan. Poli bo'lgan ekan, yurgani halol. Reytovka petno, moz qarabgan motor, generali chiqadi. Gap yo'q, generali chiqadi. Kimga ma'qul kelsa 24 da 7200, 7300 ga olyaptilar. Mana narxlar ham tushib ketdi akalar. 6800 dollarga berib yuboradi mashinani. 35 ming halol yurgan, gen chiqadi 24 toza kraskasi. Buni yili necha? 15. Ma'lumot berib yuboring. Tezkor TVga nima like bosinglar. Gap yo'q. Instagramga o'tinglar. Gap yo'q. Telegram ham bor, ha? Aka, yillari qanaqa? 15. Ha? Bitta kapalagida ishda ozgina betnosi bor. Necha pul narxi? Og'irini 41. 41. Yurgani qanaqa? Yurgan 400 ming oshib. Moz qarabgan motor yaxshi. Buni sal yengillashtiraylik, usta. Generali chiqadi. Moz qarabgan motorlar joyida. Sizda variant bormi? Variantda endi 4000, 5000 puli bor ekan, yoki 4000 puli bor ekan 24 da. bo'ladi ozgincha. Bo'ladi. Ikkalasiga bitta nomer. 91lik 91lik 324 324 2026. Raqamlarga aloqaga chiqinglar. Bungami? Ha, bunga. Ha, 24 ga boshqami? Ha, 2024 ga boshqa ayting. 77lik 371 0305 raqamlariga aloqaga chiqib qolgan ma'lumotni olasizlar akalar. 2011-yil ishlab chiqarilgan 20% kraskasi bor, 3700 dollardan tushib beradi. 13 diska balolar qo'yilgan ekan mana. 13 diska balolar qo'yilgan 2011. Polik chexollari bor, barlari mana holatlari yaxshi turibdi. Oh. Mashinaning holati yaxshi lekin. Aka, moz qarabkalar qanaqa? Motorlar joyida. Benzinda yuradi. Benzinga ham, gazga ham. Necha pul qilib berasiz obunachilarga? Xo'p, bo'ladigan qilib olaymi? Bo'ladi qonaydi aka. Maza qilsa obunachilar. 3250 qilib berak. Gap yo'q, telefon nomeri. 88lik 625 21 21. Raqamlariga telefon qilib akamizga bog'lanib, xohlagan dokumentlaringni qilib beradi.
Xudo xolasa bugun Damas, Spark, Cobalt, Nexus ga harakat qilib ko'raman, Gentralar chiqaraman. Sizlar padishka deb tursangiz bo'ldi akalar. Eng zo'rlari narxlarini kamrog'ini so'rab surishtirib chiqaryapman. Vaqtlaring bekor ketmaydi akalar. Akalar, ukalar, bu akamiz yangilik qivordi. 3000 puli bor kelaversin deyapti, lekin naqd pulga sotamiz. 2017 ga 18, 129 ming probek, kraskasi toza mashinani. Lekin birorta detalida ko'rmayapman, mashinaning nuqsonini ko'rganim yo'q-da. Bilasizlar bu mashinalar qanaqa chiqqanini? Mana. Chig'ullari bor, yurgan masofasi 130 ming probekda ekan. Pulni necha pul deyotgan Gap yo'q. 5 mingga tushib beraman deyapti. Aka bitta nuqta zang ham yo'q ekan-a? Aka naqd pulga qancha berasiz obunachilarga? Yangi yilda yangicha narx aytingchi? 5 mingdan o'tib beraman. Qanchaga? Yo. 18 toza ekan, 17 18 ekan-da. Ammo mashina vashi go'zal ekan, bor-ku. Mana uni ko'ringlar-da. Mana. Holatini ko'ryapsizlarmi mashinani? O'zi gapiryapti mashina. Ma'qul kelsa telefon qilasizlar, narxini kelishtirib beradi. Lekin yurganini ham hisobga olib qo'yasizlar, 3000 puli bor, halol nasiya savdoga chiqadi. Bundan bag'i narxda tushib ketadi deb o'ylamanglar, bilib bo'lmaydi-da, tushishi mumkin, lekin nasiya ko'payishi mumkin, narxni bilmayman lekin. To'liq aytolmayman. 93lik 647 002 raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. Akalar, 2022-yil ishlab chiqarilgan kraskalari top-toza mashina akalar, bilasizlar, ataga 100 ming probek. Balonlar shirokisidan qo'yilgan. Aka kraska toza. 6 mingdan tushib berasiz obunachilarga. Yangi yilda endi yangicha narx qilaylik aka. 22 generalni qilib berasiz. Bo'laveradi. Kraska toza deyilyapti. Mos qaralgan motorda endi buni so'rash kerak. Yo'q, sababi 20, 21, 22larda tayyorlar 95% da mos ovozini ko'rmadim. O'zim ham minib ko'rdim. Narxini kelishtirib berasiz. 6000 dollardan narxini tushib berishadi. Mana balonning holatlari. Kelar. Yangi ekan. Polishi hol bo'lgan. Gap yo'q. Mashina lekin yaxshi aka. 100 ming yurgani halol aka. Endi siz yaxshi insonsiz, o'shancha mashinangizni olib yotgan sababi obunachilarim qiynalmasin deyman-da. Bularga aniq lomda qisqa ma'lumot kerak-da. Sababi vaqtlar bekor ketmaydi. Aka, metani bor. Metani. Tarqama ochib oling aka. Mana choklar holatlari. Lekin mashina yaxshi ekan, xudo xolasa. Ular bitta ko'rsating qo'yibdi. Mana tiniq qo'llari. Gap yo'q. Kimga ma'qul kelsa, olib ketishlaring mumkin. Esdan chiqqan bo'lsa eslataman. 2022-yil ishlab chiqarilgan kraskasi toza, ataga 100 ming probek, balonlar yumshoq holatda. Akamiz buni 5700 qilib berasizmi aka? Jinda qo'shilsa beradi. Ancha qo'shilsa demayman, yangi yilda yangicha narx qilaylik. Telefon nomeri 90lik 507 48 70. Endi qarangda, sizdan yordamni obunachilarga eshiting. Misol 3-4 ming puli bor, chiqsinmi aka? Nechaga chiqsin? Naqqa sotamiz. Faqat naqd pulga sotasizmi? Gap yo'q. 2019-yil ishlab chiqarilgan 157 ming probek, kraskasi toza desam ham bo'laveradi, lekin ataga 5% bor. Zavodskoy balonda metallari bor, polish chig'ullari bo'lgan. Narxi necha pul? 5 mingdan tushib beraman deyapsiz. Tushib beramiz. Yurgani halol. Mos qanaqa aka? Generali chiqadi. Nasiya bormi? Kelishaveramiz. Qancha puli bor gapda aytingchi aka? 2000 dollar pul bo'lsa halol nasiya savdoga kelishlar mumkin ekan. 2000 dollar pul bo'lsa 19. Holati yaxshi turibdi. Aka qarang, nasiyani to'liq ma'lumotini berib obunachilarga. 2000 dollar pul bersa sizga necha oyga bera olasiz? 5-6 oyga beraveramiz. 5-6 oyga berasiz. Oyma bersinmi yo bitta qilib bersinmi? Oyma qilib berganiga imkoniyati yo'q. Ha, bitta qilib beraveradi. Bitta qilib beraveradi. Ana 2000 dollar pullaring bo'lsa, bitta qilib berishga 6 oyga nech pulga chiqadi? Yakunini aytib qo'ying, bilaman, nasiyaga boshqa kelishiladi. Boshqa kelishiladi. Nech pulga berasiz? Endi 5,5 ga ham 6 ga ham nech pulga berasiz? Shunaqaga kelishamiz. Yo'q, narxini aytingda, hisobini chiqib telefon pulga qilasiz. 5 dan tushib beramiz. Endi nasiyaga jinda qo'shiladi. Telefon nomeri 91lik 149 75 27. raqamlariga telefon qilib, akani bezovta qilib telefon qilishlari mumkin. 2023-yil ishlab chiqarilgan 134 ming probekda, zavodskoy balonda. 2023-a? 22 bilkasi 23. Shu spravka. 22 ga 23-yil ishlab chiqarilgan, kraskalari top toza. Akamiz buni aytayaptiki, 6000 dollardan narxini tushib beraman, deyapti. Generali chiqadi? Generali chiqadi, deyapti mana.
Oxiri 5800 ga berasiz. Aha. 23. Oxiri umuman taqilgan. Taqalgani. Gap yo'q. Holatlari yaxshi turibdi. Balonning holatlari. Mana akalar. Mana. Mashinaning holatlari. Yangi yilga bayram. Yangi yilga bayram qilamiz. Mana dirka 23 ekan akalar mana. Ko'ringlar, 23 ekan mashina. Nasib bormi? Nasiya ham 3,5 puli bilan kelyapti. 3000 pul deng, endi 3,5 deb olmang. 3000 pullaring bo'lsa necha oyga berasiz? 6 oyga. 3 oyga. 3 oyga. 3 oyga bo'lsa akalar 2022 ga 23 olib ketinglar. Telefon nomeri. 91lik 149 75 27. Raqamlariga telefon qilaveringlar. 2024 da eng arzoni desam ham adashmayman. 2024 kraskasi tozani akamiz 6800 dollardan qaranglar. 23 dan haqda beraveradi. 6800 dollardan 2024 kraska toza 39 ming yurganda beraveraman deyapti. Balondan shiroq qo'yilgan ekan. Holatlari yaxshi turibdi. Mana arzonni olib ketinglar akalar. Samgilarning mashina yaxshi ekan, zanglagan joylari yo'q. Mana. Ko'rinishlari. Onlarni ko'ringlar akalar, go'zalligini. Onlarni go'zalligini ko'ringlar. Kolonkalari ham zo'r qo'yilgan ekan. Pioneer original kolonka, qoplamalari, sandiqchalari bo'lgan. Video registrator ham ishlayapti. Bitta like bosib qo'ysa bo'laveradi. Bitta like bosing, yangilik aka. 6800 ga berasiz. Nasiya qanaqa aka? Nasiya bormi? 4000 puli borga beraveramiz 2-3 oygacha. 4000 pullang bo'lsa nasiyaga beriladi akalar. Yangi yildan keyin narxlar tushsa olaman degan akalar ko'pda. Men o'zim fikrim yangi yilga tushish kerak o'zi aslida, lekin o'tgan ham tushmadi-da. Nasiya ko'payadi. Yo, nasiya ko'payadi. Mening hisobim bo'yicha shunaqa. O'rma aka, telefon nomeri. 97lik 899 92 92. Ana 24 da olaman deydiganlar bo'lsa, ertaga ham sotaveramiz. ertaga sotamiz. Ha, ertaga Ya, obunachilar xudo xolasa zonar taqa berasiz aka. 68 dan tushib beramiz. Gap yo'q. 5300 dollarga beraman deyapti. 2021 tozdan kraska oxirgi narxi, to'g'rimi? Kraska toza ekan, lekin petnos bor ekan mana shu yerda. Akamiz 5300 ga beraman deyapti. Yurgani qanaqa? 128. 128 ming masofa bosib o'tgan mashina. Balonlari yumshoq ekan. Ko'rinishlari, turishlari, o'lik chexol barlari, kolonkalari ham bor ekan. Aka bu gen chiqadimi? So'rab ko'ramiz, egarsan 30 olsa yaxshi. 30 sa yaxshi aka. 30 olsa yaxshi ekan. Generalga qilib beraman, harakat qilaman deyapti. Hammasi bor. Kimga ma'qul kelsa olib ketasizlar, lekin holati yaxshi, ideal ekan mashina. Yurish turishlari zo'r ekan aka. Moskarovkalar uyaltirmaydi. Telefon nomeri. 77lik 77lik 737 737 63 30. raqamlariga telefon qilaveringlar akalar. Akalar, yangi yilga yangilik qaranglar. 87 ming yurgan mashinani akamiz 5,5 ga beraman deyapti. O'zi bu mashinaga o'tgan safar 20 ham ochib ketishdi 5,5 ga. 5600 dollarga sotildi, 140 ming yurgan. Ha, buni akamiz aytayaptiki, 87 ming yurgan mashinani 5,5 ga beraman deyapti. 21 toza. Kraska yo'q. 5,5 ga general ichida qilib bermaysizmi? Yo'q, hadi o'rnaysiz. Bo'ldi, kam yo'q ekan. 2021 kraska toza, yurgani halol aka. Moskar akkumulyatorlar joyida. General qilib berasiz. 3 yilga. Variant yo'q, faqat naqd pulga sotiladi. Gap yo'q. Akalar, mashinani bitta ko'ringlar-da, reytovka petnolari yo'q. Malades. Mashina lekin holatlari juda go'zal holatda ekan, mana ko'ringlar. 5,5 ga arziymi akalar? Kommentarda fikrlaringni qoldirib ketinglar. Mana paroyda holatlari, polik chexol, rezinkalari, xullas kolonkalarigacha bo'lgan ekan mashinani. Gap yo'q. Mana akalar. Nima deysizlar endi akalar? Sizlar uchun hamma narxlarni surishtirib, aka tushsa qo'yaveraman, narxi tushsa qo'yaveraman deb ketyapman. Shtobi mazah tomosha qilinglar akalar. Padishka bo'lib Telegram gruppalarga tarqatib yuboringlar. Sizlarga hammalaringga rahmat, qo'llab-quvvatlab turganlaring. Bugun 20 mingdan ko'proq video qilamiz, sababi yangilik uchun. Bir kamida 30 minglik video qilishga harakat qilamiz. Aka nomerini qoldiraman, qolgan ma'lumot to'ldirasizlar. Telefon nomeri. Telefon nomeri 94lik 94lik 435 3171. raqamlariga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. 2021 ga 22-yil ishlab chiqarilgan mashinani akamiz toza ekan kraskasi 5600 dollarga beraveraman deyapti. Pul zarluka deyapti. Metallari bormi aka buni? Generali chiqadi. Petnolari ham yo'qmi? Gap yo'q. Malades. Ana mashinalar akalar. 5600 dollarga nima deyapti? 21 ga 22 ataga 94 ming probegda. Polis shug'ullari bo'lgan ekan. Malades.
Bor ekan mana bunaqa mazza qilib mashina shunqa ham bo'lgan ekan. Oladigan paytlar kelib qolyapti akalar. Endi hozir yangi yildan keyin hozirdan boshlashyapti. Ko'p akalar 3000 puli bor kelsin nasiyaga deyapti. Endi sababi baribir olib sotirlar, ziyoniga sotmaydi buni yoki variantga chiqarib yuboradi. O'shaning uchun narxi tushishi juda qiyinroq deb o'ylayman. Lekin tushgani shuda endi. Yangi yildan keyin nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Bunga ham nomer qoldiraman. Aka shunqa ham bo'lgan ekan bu. Shunqasi bor. Bunga nomer aytdingizmi? Nimani? Bunga telefon nomer. 91lik 152 31 71. Raqamlariga telefon qilaveringlar. 5500 dollarga berasa 22 toza 22. 180 ming probeydi akalar. 2022 180 ming probey kraskasi top toza. Balonlari yumshoq holatda 5500 dollarga beraman deyapti. Aka yangi yilga aksiya variant bormi aka? Narx bo'lsa yaxshi variantga beradi va iloji yo'q. Variant ham qilib beradi, narx pulga ham qilib beradi. Aka gen chiqadi bu? Generali chiqadi. Generali chiqadi ekan. Mana holatlari. O, mashina lekin mashina ekanda akalar. Bay. Malades. Bugun lekin zo'r video olyapti-da, shuni o'ringlar. Hammasi oxirgi narxda aytinsam, oxirgi narxda aytishyapti. Nasiyalar kuchayyapti, xudo xolasa borgan sari mazza qilib mashinalarga qolib, minida qolib ketib qolyapti akalar. Qiziqqanlar aloqaga chiqaveringlar. Aka nomer qoldiring bunga. Aka telefon nomer qoldiring. 50lik. 545 545 52 53. Raqamlariga telefon qilib qolgan ma'lumotni olasizlar. Oxiri 5.5, 22 toza. 182 ming yurgan. Akamiz aytayaptiki 2019da 4300 dollarga beraman mashinani deyapti. Zavodskoy bo'lindi. Orqada pitno bor xolos. Yurgani qancha yurgan? Tepasida 10% bor xolos. 10% xolosmi aka? Gap yo'q. Aka bu 19 ga 15 narxda beraverasizmi? Beraveramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana akalar, pul zaril beraveraman deyapti. Mana uni ko'ringlar. Kapalaylar, stokalar radnoy turibdi. Rezinkasi, chixollari bor. Yurgan masofasi 123 ming aka. Halol yurganmi? Gap yo'q. Mashinani bitta holatini ko'rishchi. Yaxshi mashina aka. Malades. Nima deysizlar akalar? Aka kraskan ko'rsatib olasizmi? Mana shu yerda bor. Qayerda? Mana shu yerda ham dega ketpada endi mana shu yerda. Ha. Demak, krilosi ozgina. Betlarda yo'q aka? Yo'q, pastlarda yo'q. Aka nasiyalar chiqyapti, nasiyalar nima bo'lyapti nasiyalar? 2000 yo'li bor kelsinmi? Kelaversin. 2000 dollar puldan bo'lsa halol nasiya savdoga akaga kelaveringlar. Telefon nomer. Telefon nomeri 99lik 988 39 52. Raqamlariga telefon qilib bog'laninglar akalar.